pensiya oluvchilar uchun 2026 yilda eng muhim masalalardan biri shu. Qaysi xizmatlar uchun endi pul to'lash shart emas, qaysi joyda chegirma bor, qaysi holatda esa to'lov baribir saqlanib qoladi. Men bugun aynan shu mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. Chunki ko'p pensionerlar bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab yuboradi. Ayrimlar esa huquqi bo'lsa ham imtiyozdan foydalana olmaydi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Uyda pensioner, ota-ona, buvi-bobo yoki nogironligi bo'lgan keksalar bo'lsa, albatta oxirigacha eshiting. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham asraydi. Avval qanday edi? Ko'p xizmatlar bo'yicha pensioner odam umumiy tartibda murojaat qilardi. Ya'ni hujjat olmoqchi bo'lsa, ariza bersa, ma'lumotnoma kerak bo'lsa, ayrim davlat xizmatlari uchun belgilangan yig'imni to'lardi. Masalan, kadastr hujjatini rasmiylashtirish, ayrim notarial harakatlar, ma'lumotnoma olish, kommunal xizmatlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilish yoki ijtimoiy yordamga ariza berishda odam ko'pincha qayerda bepul, qayerda pullik ekanini aniq bilmasdi. Natijada bitta idoraga boradi, keyin boshqasiga yuboriladi. U yerda to'lov qiling deyshadi. Pensioner esa shunaqa ekan deb pensiyasidan pul chiqarib beradi. Endi 2026 yilda asosiy o'zgarish shundaki, pensionerlarning ayrim xizmatlar bo'yicha to'lovdan ozod qilinishi, imtiyozli tartibda xizmat olishi va ortiqcha hujjat talab qilinmasligi yanada aniqroq qo'llanilishi kerak. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida aytaman. Pensionerman degan so'zning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Sizning pensiya oluvchi ekaningiz tizimda ko'rinishi, pasport yoki ID karta orqali tasdiqlanishi, ayrim holatlarda pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun masala faqat ozod qilindi degan gapda emas, balki uni qanday qilib to'g'ri ishlatishda. Men ko'p murojaatlarda bitta xatoni ko'raman. Odamlar imtiyozni umumiy tushunadi. Masalan, pensionerlar hamma narsadan ozod bo'ldi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Imtiyoz aniq xizmat turi, aniq toifa va aniq tartib bo'yicha beriladi. Agar xizmat davlat xizmatlari markazi orqali ko'rsatilsa, bitta tartib bo'lishi mumkin. Agar xususiy tashkilot ko'rsatayotgan bo'lsa, boshqacha bo'lishi mumkin. Agar kommunal xizmat bo'lsa, u yerda to'lovdan to'liq ozod qilish emas, balki kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy norma asosida yengillik qo'llanishi mumkin. Endi pensionerlar eng ko'p duch keladigan xizmatlarni batafsil ko'rib chiqaman. Birinchi yo'nalish davlat xizmatlari va ma'lumotnomalar. 2026 yilda pensionerlar ko'p holatda o'ziga tegishli ma'lumotlarni olishda ortiqcha xarajat qilmasligi kerak. Masalan, pensiya miqdori haqida ma'lumot, nafaqa tayinlangani yoki to'lanayotgani haqida ma'lumot. Ijtimoiy himoya reyestridagi holati, yashash joyi bo'yicha ayrim elektron ma'lumotlar davlat organlari o'rtasida avtomatik almashilishi lozim. Buni mana anglatadi. Agar sizdan bir idora boshqa idoraning ma'lumotnomasini olib keling desa, avvalo so'rashingiz kerak. Bu ma'lumotni idoralararo elektron tizim orqali ola olmaysizmi? Chunki ko'p holatda pensionerning o'zi yugurishi shart emas. Misol keltiraman. 68 yoshli pensioner ayol ijtimoiy yordam olish uchun murojaat qildi. Undan pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'rashdi. Agar u buni bilmasa, pensiya jamg'armasiga boradi, navbat kutadi, yo'l kira qiladi, ehtimol nusxa ko'chirishga pul sarflaydi. Lekin amaldagi elektron tartib bo'yicha ko'plab ma'lumotlar avtomatik tekshirilishi mumkin. Demak, u xodimdan elektron tekshiruvni talab qilish kerak. Bu yerda tejash faqat 10 yoki 20 ming so'm emas. Eng katta tejash vaqt, sog'liq va asabdir. Ikkinchi yo'nalish notarial va huquqiy xizmatlar. Pensionerlar meros, ishonchnoma, uy-joy, vasiyatnoma, hadya yoki mulk bilan bog'liq masalalarda notariusga ko'p murojaat qiladi. Bu sohada to'liq bepul bo'lish hamma hujjatlarga bir xil tatbiq etilmaydi. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar, masalan, urush qatnashchilari, ularga tenglashtirilgan shaxslar, nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki kam ta'minlangan deb tan olingan keksalar ayrim davlat bojlari va xizmat haqlaridan ozod etilishi yoki kamaytirilgan tartibda to'lashi mumkin. Men shuni maslahat beraman. Notariusga kirganingizda birinchi savol qancha to'layman? Emas, mening yoshim, pensiya maqomim yoki nogironlik guruhi bo'yicha imtiyoz bormi bo'lishi kerak. Masalan, yetim 2 yoshli otaxon o'g'liga ishonchnoma bermoqchi. Oddiy tartibda notarial harakat uchun belgilangan to'lov chiqishi mumkin.
Agar otaxon nogironligi bo'lgan pensioner bo'lsa yoki qonunchilikda alohida ko'rsatilgan toifaga kirsa, u ayrim yig'imlardan ozod qilinishi mumkin. Ammo bu avtomatik ko'rinmasa, xodim odatiy hisob-kitobni chiqarib berish ehtimoli bor. Shuning uchun hujjatlarni ko'rsatish, imtiyoz asosini so'rash va kvitansiyada nima uchun to'lov olinayotganini tekshirish muhim. 3-yo'nalish tibbiy xizmatlar. Pensionerlar uchun eng og'ir xarajat odatda dorilar, tekshiruvlar, analizlar va davolanish bilan bog'liq. 2026 yilda ham keksalar uchun bir qator tibbiy xizmatlar davlat kafolati doirasida bepul ko'rsatilishi kerak. Bu poliklinikadagi birlamchi qabul, oilaviy shifokor ko'rigi, ayrim tahlillar, dispanser nazorati, shoshilinch yordam, profilaktik ko'riklar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham muhim farq bor. Davlat kafolatlagan xizmat bepul, lekin siz o'zingiz xususiy klinikaga borsangiz, u pullik bo'lishi mumkin. Davlat poliklinikasida bepul bo'lishi kerak bo'lgan tekshiruv xususiy laboratoriyada bepul bo'lmaydi. Hayotiy misol. 66 yoshli pensionerda qon bosimi va qand kasalligi bor. U har oy shifokor nazoratida bo'lishi, ayrim tahlillarni topshirishi, ba'zi dorilar bo'yicha imtiyozli retsept olishi mumkin. Agar u buni bilmasa, har safar xususiy klinikaga borib, 200 ming so'mdan to'lab yuradi. Bir yil davomida bu 2 million so'mdan oshib ketishi mumkin. Lekin oilaviy poliklinikada ro'yxatda tursa, shifokor yo'llanmasi bilan ayrim xizmatlarni bepul olishi mumkin. Shuning uchun pensioner uchun eng birinchi manzil oilaviy shifokor va mahalla tibbiyot punkti bo'lishi kerak. 4-yo'nalish kommunal xizmatlar. Ko'pchilik pensionerlar kommunal to'lovlardan ozod qilinadigan gapni eshitib, elektr, gaz, suv yoki chiqindi uchun umuman pul to'lamayman deb o'ylaydi. Men buni aniq tushuntiraman. Kommunal xizmatlarda odatda to'liq ozod qilish emas, balki ayrim toifalar uchun kompensatsiya, subsidiya, imtiyoz yoki ijtimoiy me'yor qo'llanadi. Ya'ni pensioner yolg'iz yashasa, kam ta'minlangan bo'lsa, nogironligi bo'lsa yoki alohida ro'yxatga kirsa, unga yordam berilishi mumkin. Lekin oilada ishlaydigan farzandlar bo'lsa, daromad yuqori bo'lsa, katta uyda ko'p iste'mol bo'lsa, to'liq ozodlik bo'lmasligi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi 70 yoshli pensioner oyga 900 ming so'm pensiya oladi. Qishda gaz va elektr uchun 305 ming so'm to'laydi. Bu uning daromadiga nisbatan juda og'ir. Bunday holatda u mahalla orqali ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki subsidiya bo'yicha murojaat qilish kerak. Yana bir holat, pensioner o'g'li va kelini bilan yashaydi. Uyda 5 kishi bor, elektr iste'moli ko'p, konditsioner, issiq pol, nasos ishlaydi. Bu yerda faqat pensioner borligi uchun butun xonadon to'lovdan ozod bo'lib qolmaydi. Demak, imtiyoz shaxsga tegishlimi yoki xonadonga tegishlimi, buni ajratish kerak. 5-yo'nalish transport va yo'l xarajatlari. Ayrim hududlarda pensionerlar uchun jamoat transportida chegirmalar, bepul yurish kunlari yoki alohida toifalar uchun bepul foydalanish tartibi bo'lishi mumkin. Lekin buni ham umumiy qilib aytib bo'lmaydi. Chunki mahalliy qarorlar transport turi va yo'nalishiga qarab farq qiladi. Shahar avtobusi, metro, shahar atrofi transporti, taksi yoki xususiy yo'nalishli transportning tartibi bir xil emas. Pensionerlar ko'pincha haydovchi bilan tortishib qoladi. Buning oldini olish uchun avval aniq tartibni bilish, hujjatni yo'lda olib yurish, agar elektron karta joriy qilingan bo'lsa, uni rasmiylashtirish kerak. 6-yo'nalish bank va to'lov xizmatlari. Pensiya plastik kartaga tushadi, odam pul yechadi, kommunal to'laydi, qarindoshiga o'tkazma qiladi. Ayrim bank xizmatlarida komissiya bo'lishi mumkin. Ayrim ijtimoiy to'lovlarda esa komissiya olinmasligi kerak. Men pensionerlarga har doim kvitansiyani tekshirishni maslahat beraman. Masalan, 500 ming so'm kommunal to'lov qildingiz, tizim 5 ming so'm komissiya oldimi yoki yo'qmi? Ko'ring, bir oyda mayda ko'rinadi. Lekin yiliga bir necha 100 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar xizmat bepul deb e'lon qilingan bo'lsa, bankdan yoki to'lov tashkilotidan yozma izoh so'rash kerak. Endi kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerakligini aytaman. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar. Chunki ular ko'pincha hujjat ishlarida yordamchisiz qoladi. Idora yuradi, ortiqcha to'lov qiladi. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ularda oddiy pensionerga nisbatan qo'shimcha imtiyozlar bo'lishi mumkin, lekin bu imtiyozlar ko'pincha alohida hujjat bilan tasdiqlanadi. Uchinchidan, kam ta'minlangan oilada yashayotgan pensionerlar. Ular ijtimoiy himoya ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa, ayrim xizmatlarda yengillik olishi mumkin.
To'rtinchidan qishloq joylarda yashovchi keksalar. Chunki u yerda axborot kech yetib boradi. Elektron xizmatlardan foydalanish qiyinroq bo'ladi. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning barcha hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, pensiyangiz rasmiy tushayotgan bo'lsa, my.gov.uz yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotlaringiz ko'rinayotgan bo'lsa, ko'p holatda muammo kamroq bo'ladi. Lekin baribir har bir to'lovdan oldin asosini so'rash kerak. Chunki xatolik tizimda ham inson omilida ham bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'rganman. Bazada odam pensioner sifatida chiqmay qoladi. Familiyada bitta harf xato bo'ladi. Eski pasport raqami turadi. Natijada imtiyoz avtomatik ishlamaydi. Eng muhim istisno shuki, pensioner bo'lish barcha pulli xizmatlardan avtomatik ozod bo'lish degani emas. Masalan, siz davlat xizmatlari markazida ayrim ma'lumotnomani bepul olishingiz mumkin. Lekin shoshilinch rasmiylashtirish qo'shimcha nusxa, arxivdan murakkab hujjat izlash yoki xususiy xizmat ko'rsatuvchi orqali murojaat qilish pullik bo'lishi mumkin. Bepul xizmat doirasidan tashqariga chiqsangiz, to'lov paydo bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, imtiyozning muddati. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, muddati tugagan hujjat bilan imtiyoz ishlamasligi mumkin. Kam ta'minlanganlik maqomi ham doimiy emas, daromad o'zgarsa ro'yxatdan chiqarilishi mumkin. Shuning uchun 2026 yil davomida bir marta tekshirib qo'yish yetarli emas. Ayniqsa ijtimoiy yordam va subsidiyalar bo'yicha holatni vaqti bilan yangilab turish kerak. Uchinchi nozik jihat, yashash joyi. Ba'zi imtiyozlar doimiy ro'yxatdan o'tgan manzil bo'yicha beriladi. Agar pensioner Toshkentda farzandlikda yashab, ro'yxati viloyatda bo'lsa, poliklinika, kommunal yordam yoki mahalla orqali beriladigan ayrim xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Bunday holatda vaqtincha ro'yxat, oilaviy poliklinikaga biriktirish yoki mahalla bilan aloqani rasmiylashtirish kerak bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat qarzdorlik. Ayrim xizmatlarda imtiyoz bor bo'lsa ham, eski qarz avtomatik o'chib ketmaydi. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha subsidiya yoki kompensatsiya kelajakdagi to'lovni yengillashtirishi mumkin. Lekin avvaldan yig'ilgan qarz alohida tartibda hal qilinadi. Shuning uchun men pensionerman, demak qarzim yo'qoladi deb o'ylamang. Qarzdorlik bo'yicha hisob-kitob dalolatnomasini oling, qaysi oy, qaysi hisoblagich, qaysi tarif bo'yicha qarz chiqqanini tekshiring. 5-chi nozik jihat firibgarlik. Pensionerlar imtiyoz mavzusida juda ko'p aldanadi. Kimdir telefon qilib sizga bepul xizmat rasmiylashtirib beramiz. Kartangiz raqamini ayting deydi. Yoki subsidiya chiqdi, SMS kodni ayting deydi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon telefon orqali karta paroli, SMS kod, bank ilovasi kodi, pasport rasmini begona odamga yubormang. Davlat imtiyozi uchun SMS kod so'rab pul yechib olishmaydi. Agar shubha bo'lsa, o'zingiz mahallaga, bankka yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Endi nima qilish kerak? Birinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot. Nogironlik bo'lsa, nogironlik hujjati, yolg'iz yashashingiz yoki oilaviy tarkibingiz bo'yicha ma'lumot. Kommunal hisob raqamlari va oxirgi to'lov kvitansiyalarni alohida papkaga solib qo'ying. Bu oddiy ko'rinadi, lekin idoraga borganda eng ko'p vaqt aynan hujjat qidirishga ketadi. Ikkinchi qadam, mahallaga murojaat qiling. Mahalla faqat tavsiyanoma beradigan joy emas. U yerda ijtimoiy himoya, kam ta'minlanganlik, yolg'iz keksalar ro'yxati, moddiy yordam, parvarish, kommunal kompensatsiya kabi masalalar bo'yicha yo'l yo'riq beriladi. Murojaat qilganda og'zaki aytib ketmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men pensionerman. 2026 yilda amaldagi imtiyoz va kompensatsiyalar bo'yicha huquqlarimni tushuntirib berishingizni, zarur bo'lsa ro'yxatga olish va tegishli tashkilotlarga yo'naltirishingizni so'rayman. Arizaning kirim qilingan raqamini yozib oling. 3-qadam, davlat xizmatlari markaziga boring yoki my.gov.uz orqali tekshiring. Agar elektron xizmatlardan foydalana olmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin odamingiz yordam bersin. Lekin login parolni hammaga bermang. Davlat xizmatlari markazida pensionerlar uchun qaysi xizmatlarda to'lovdan ozodlik yoki chegirma bor deb aniq so'rang. Agar to'lov chiqsa, ushbu to'lovning huquqiy asosi qaysi qarorda ko'rsatilgan deb so'rang. Bu savolni madaniyat bilan berish kerak, lekin so'rashga haqqingiz bor. 4-qadam, poliklinikaga birikkaningizni tekshiring.
Oilaviy shifokoringiz kim, qaysi tahlillar bepul, qaysi dorilar imtiyozli retsept bo'yicha beriladi. Dispanser nazoratda turasizmi? Shularni aniqlang. Agar sizga hammasi pullik deyishsa, bosh shifokor o'rinbosariga yoki tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qiling. Bepul bo'lishi kerak bo'lgan xizmat uchun pul so'ralayotgan bo'lsa, kvitansiya talab qiling. Kvitansiyasiz pul bermang. 5-qadam, kommunal to'lovlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha hisob raqamlaringizni yozib chiqing. Oxirgi 6 oylik to'lovni solishtiring. Agar keskin oshish bo'lsa, sababini so'rang. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Agar subsidiya yoki kompensatsiya olish huquqingiz bo'lsa, mahalla va tegishli kommunal tashkilot orqali ariza bering. Arizada mening oilaviy daromadim, pensiya miqdorim va kommunal xarajatlarimni inobatga olib, mavjud imtiyoz va yordam choralarini qo'llashni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, har bir to'lovda kvitansiya oling. Men buni juda ko'p takrorlayman. Chunki kvitansiya bo'lmasa keyin isbot qilish qiyin. Notarius, bank, davlat xizmatlari, tibbiyot, kommunal tashkilot hammasida to'lov hujjati bo'lishi kerak. Agar sizdan naqd bering, kvitansiya shart emas deyishsa, bu xavfli signal. Pensionerlar ko'pincha uyalib tortishmaydi. Lekin bu tortishish emas, bu o'z huquqingizni himoya qilish. 7-qadam, rad javobini yozma oling. Agar sizga imtiyoz yo'q deyishsa, og'zaki javob bilan ketmang, iltimos. Rad etish sababini yozma ravishda bering deng. Ko'pincha yozma javob so'ralganda xodim masalani qayta tekshiradi. Chunki yozma javobda asos ko'rsatish kerak bo'ladi. Agar haqiqatan imtiyoz bo'lmasa, siz ham aniq bilib olasiz. Agar xatolik bo'lsa, tuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. 8-qadam, yaqinlaringizni jalb qiling. Har bir pensioner elektron tizim, bank ilovasi yoki portal bilan ishlay olmaydi. Bu uyat emas. Lekin yordam berayotgan odam ishonchli bo'lishi kerak. Karta parolni bermang, SMS kodni aytmang, bank ilovasini begona odamga topshirmang. Yaqiningiz faqat ariza yuborishga, ma'lumotni ko'rishga, navbat olishga yordam bersin. Pul bilan bog'liq harakatlarni o'zingiz nazorat qiling. Xulosa qilib aytaman. 2026 yilda pensionerlar uchun ayrim xizmatlarda to'lovdan ozodlik, chegirma, kompensatsiya yoki soddalashtirilgan tartib mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi aniq shartlar asosida ishlaydi. Eng katta xato pensionerman, demak hammasi bepul deb o'ylash. Eng to'g'ri yo'l esa har bir xizmat bo'yicha huquqiy asosni so'rash, hujjatlarni tartibda saqlash. Mahalla, davlat xizmatlari markazi, poliklinika va kommunal tashkilotlar orqali rasmiy murojaat qilishdir. Men sizga shuni maslahat beraman. Bugunoq ota-onangiz yoki yaqin pensioner qarindoshingizning hujjatlarini tekshiring. Kommunal kvitansiyalarni ko'ring. Poliklinikaga birikkanini aniqlang va mahalladan imtiyozlar haqida yozma ma'lumot so'rang. Shu oddiy qadamlar bir yil davomida katta pulni tejashi, keraksiz navbat va asabbuzarlikning oldini olishi mumkin. Agar sizning hududingizda pensionerlar uchun qaysidir xizmat bepul bo'lgan bo'lsa yoki aksincha sizdan pul talab qilishgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Bosh tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensionerning huquqini bilish aslida butun oilaning manfaatini himoya qilishdir.